eng qizig'i u bola prosentga chiqqan yuqamog'iga. Ya bu kulgili emas. Hozir o'sha yopish kerak qozoqlar har xil gaplar bilan ustimizdan kulyapti. Goldni 4 yillik usloviy srok bilan ozodlikka chiqarishga u kechqurun o'yindan kuyda bo'lish kerak. Gold haqida tarqalayotgan 4 yil shartli ravishda uy qamog'i degan gaplar tobora ko'paymoqda. Lekin eng qizig'i, minglab blogerlar bu mavzu haqida aniq ma'lumot bermadi. Goldning o'zi bilan ham bu borada hech qanday to'g'ridan-to'g'ri suhbat bo'lmagan. Ano Gold degan bola bor-ku, Qashqadaryolik. Bu yaqinda qamoqdan chiqibdimi, bir narsadan chiqibdi. O'shani oldiga hamma achpo'shniklar borib, videolar qilib, bir narsalar qilib, bir-biriga qayrab yotibdi-da. Bilasizmi? Eng qizig'i u bola prosentga chiqqan yuqamog'iga. Ya bu kulgili emas. Shunga qaramay uni hatto ko'rmagan odamlar turli xil taxminlar bilan eshitmagan gaplar bilan internetga tarqatib yubormoqda. Haqiqat esa hozircha malhum bo'lib qolmoqda. Demak do'stlar, aynan shu paytda eng to'g'ri yo'l rasmiy ma'lumotlarga tayanishdir. Va albatta, Goldning o'zidan ushbu yangilik bo'yicha izoh kutib qolamiz. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Bitta narsada bu bola o'zi prosentga ogohlantirish bilan chiqib kelyapti-da yuqamog'iga. Bular yana ikkitasini bir-biriga qayryapti. Erta u bir-birini tap-etib urib bir narsa qilib qo'ysa. Yana qamalib ketadimi bu bola bechora? Bu bola yosh bolam, bilmayman jalabey. Nimaga chiqding? Qanaqa gaplar gapirib uzr so'rab chiqding? Yana chiqib olib o'qib olaman, o'qib Men yillar g'ulomiman, shunaqa gap so'zlar bo'lyapti. Biladi, katta-kattalar Nasimaga bordi, soqolli. U ham boryapti-da, biladi. Qariganingizda qo'ysangizchi aka. Ular shu videoni tayyorlab qo'yinglar aktyorga. Texara 17 ni maqtab qo'ydim. Akalar erkak bilan temasini o'sha yopish kerak qozoqlar har xil gaplar bilan ustimizdan kulyapti. Goldni 4 yillik usloviy srok bilan ozodlikka chiqarishga u kechqurun o'yindan kuyda bo'lish kerak. U boshqa davlatga borib jang qilish yo'lda tursin, boshqa viloyatga borish ham o'zilcha muammo. Shu uchun bunaqa problemalarga, bunaqa janglarga Goldni aralashtirmay turinglar. U usloviy srok buzadigan bo'lsa, nasiya srok o'tib ketib qolishi mumkin. Ko'rdingizlar, unaqa bo'ladigan bo'lsa hech kim yordam bera olmay qoladi unga.